Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun bayram, Qurbon hayit bayrami. Men o'zbek, Afg'onistonda o'zbekman, o'zbek. Shu kungacha через Meksika borderdan o'zbeklarimiz kelgandiku. Endi mana bu futbol bahona qilib Toshkentga posolstvoga o'zbeklar bosinglar, короче. Juda ko'p kishi Amerikani orzu qiladi. Haligacha Amerika shu orzuga arziydimi? Lekin mana asosiy qayg'urib turadigan narsa ingliz tili bo'ladimi, ona tili bo'ladimi, odam bo'lsin. Odam bo'lsin. 25 yil ichida o'zbek tili ancha so'yibdi-ya, ko'proq inglizcha gapiradi. O'zbekiston yaxshilar. Pul bo'lsa. Pul bo'lsa, Amerikadagi pul O'zbekistonda bo'lsa, O'zbekistonda yashaydi. Yoshligidan shunaqa tarbiya olgan, oilasida faqat otasini onangni palon qiladigan gapini eshitgan, ko'chada bir so'kish eshitgan. Ularni sevgi tili negativ. Amerikada endi shu bahona o'zbeklar ham Amerikaga kelishadi endi vizani olib. Xudo xolasa. Siz mendan ham o'tib ketdingiz-ku, eplab bo'lmayapti. Yedingizmi? 2,5 yilda shuncha muvaffaqiyat, shuncha bizneslaringiz bor, o'sha uylaringiz. Qachonki atrof muhiti fikridan, ularni nima deyishidan uzilgan kuningiz, siz prям yashashni boshlaysiz. Bir paytlar chiqqan Beruniylar, Ibn Sinolar, Xorazmiylar shu Amerikadagi o'zbeklardan ham chiqsa degan orzum bor. Mashalloh. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun bayram, Qurbon hayit bayrami. Hozir hamma o'zbeklarimiz bitta joyga yig'ilgan. Lekin o'sha ko'p kishi ketgan. Ertalab namozni o'qidik. Hayit namozini. Hozir endi vatandoshlarimiz bilan xudo xolasa suhbat qilamiz. Necha yildan beri Amerikada. Xudo xolasa qiziqarli bo'ladi. O'zini oxirigacha ko'ring. Hozir yosh bolalarni musobaqasi bo'lyapti. Nima bo'yicha? Qur'on, qiroat bo'yicha yosh bolalar hozir Qur'on o'qishyapti. Mashalloh. Ilohim bizlarning farzandlarimiz ham shunaqa qori bo'lish nasib qilsin. Mana birinchi akamizdan hozir intervyumiz ulug' akam. Bu kishi subyektivga chiqqanlar. Ulug' akam, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jonli. Yashirsinlar, charchamasdan hayitlar bor bo'lsin. Tinchliklar, yashirsinlar, hayitlar bor bo'lsin. Qalaysiz akajon, o'shanga. O'zinglar yaxshimisizlar? Qalaysiz, charchamasdan. Allohga berishsin. Ko'p kishi taniydi sizni. Xudo xolasa, inshaalloh. Yaxshi, o'zinglar tinchmisizlar? Rahmat. Shu subyektivdan video olganingizdan keyin necha yil bo'ldi unga? 2 yil bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lsa kerak. Undan keyin nimalar o'zgardi? Ko'p narsa o'zgardi. Xudo xolasa bir chiqishda gaplashamiz xudo xolasa bu haqida. Baribir. Bugun hayitda, endi hayitda hammani hayit bilan tabriklayman. Hammamizga omad tilayman, salomatlik tilayman. Inshaalloh keyingi hayitlargacha, Ramazon hayitlargacha inshaalloh Alloh qatorimizni xato qilmasdan, dinimizda sobit qadam bo'lib, inshaalloh chiroyli ishlar qilishimizga Alloh o'zi nasib qilsin. Shu inshaalloh. Xo'p. Hozir farzand tarbiyasi ancha o'zgarganmi o'zi Chikagoda, shu Amerikada? Men yaxshi tomonda. Men hozir bitta narsani juda ham xursand bo'laman. Hozir keldik bu anaqa nima deydi, piknikka deymiz, to'g'rimiz? Saylga hozir keldik. Mana qarasangiz, o'sha nima deydi, Chikago atrofida tug'ilib, katta bo'layotgan o'zbek oilalarida, musulmon oilalarida tug'ilgan farzandlarimiz Qur'oni Karimni o'rganishyapti, dinimizni o'rganishyapti, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam hadislarini o'rganishyapti. Ya'ni ba'zida o'zi o'zbekchilik deymiz, lekin o'zbekchilikning ko'p tomonlari bor islomdan kirib kelgan. O'shanga mana hozir qarasangiz, Qur'oni Karim tilovat qilishyapti, nima deydi, diniy qo'shiqlar aytishyapti. Bu hammasi ijobiy narsa. Bu juda ham zo'r. Men o'zi bitta narsaga rosa havosim kelardi. 2016-yilda Chikagoga kelgan bo'lsak, o'sha anaqa Devon ko'chasi bor-da. Birinchi Chikagoga kelganimiz 2016-yilda. Hayron qoldim, o'sha yerda yahudiylarning maktabi rosa ko'p. Bitta maktab, boshqa maktab, yana maktab, keyin polyaklarni. Rossiya maktabi ko'p-da, chunki bilsangiz statistika, nima deydi, Varshavadan keyin eng ko'p polyaklar yashaydigan joy bu Chikagoda. Rossiya anaqa polyaklarning maktabi bor, u yerda bor, bu yerda bor. Hozir juda ham ko'z tegmasin. Mana shu nima deydi, Chikago o'zbek millatdosh, vatandosh, dindoshlarimizni diasporasida ham juda ham ko'p maktablar bor-da. Misol uchun Chikago O'zbek Amerika tashkiloti qo'shidagi maktab, Alif maktabi, Taqsim maktabi, yana men bilmaydiganlari ham bor-da. O'shanga bu juda ham pozitiv san, chunki qancha ko'p bo'lsa, shuncha nima deydi, har xil
talablarga javob beradigan har xil curriculum deymiz-ku, imkoniyatlar paydo bo'ladi. Misol uchun, qaysidir maktab Qur'oni Karimga ko'proq e'tibor beradi. Qaysidir maktab STEM fani, nima deydi, science, o'sha technology, math and nima deydi, science, technology, engineering and math, ya'ni aniq fanlarga ko'proq e'tibor beradi. O'shanga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Men juda ham xursandman, ota-onalar bolalarni ta'limiga e'tibor berishyapti. Biz ham shundan bahramand bo'lamiz. Til bo'yicha problem bo'lmayapti. O'zbekchilikni, o'zbek tilini esdan chiqarmayaptimi? Endi mana bunaqa narsada, misol uchun o'zbek tilini esdan chiqarishi bu fakt bu-da, ya'ni bundan qochib keta olmaysiz-da. Lekin esimizda bo'lsin, hamma oiladagi kontekst har xil-da. Kontekst juda ham muhim-da. Misol uchun bir xil oilalar bor, dadasi buvisi bilan turadi. Ular bilan gaplashasiz, ularning o'zbek tilisi zo'r-da. Bir xil oilalar bor, har yozda O'zbekistonga borib kelishadi-da. Ularning ham o'zbek tilisi zo'r-da. Bir xil oilalar bor, O'zbekistonga, misol uchun o'zbek zabon mamlakatlarga ham borishmaydi. Dada buvasi ham yo'q. Ular endi Amerikadagi maktablarga chiqqandan keyin ingliz tilisi birinchi tilga aylanadi-da. Bu, ya'ni bu fakt. Bu o'zi, ya'ni o'zbek oilada tug'ilgan har qanday farzandni ona tilisi o'zbek tili bo'ladi. Keyin o'sha 4 yosh, 5 yoshdan keyin maktabga chiqqandan keyin o'sha aniq aylanadi, switch bo'ladi. Shuning uchun ham ularni o'zini anaqa heritage language learners deydi. Ya'ni birinchi tilisi ikkinchisiga aylanadi, ikkinchi tili birinchisiga aylanadi. Bir xil bo'lsa bir baravarda olib ketadi bu narsani-da. Shu narsa, lekin mana asosiy qayg'urtiradigan narsa, misol uchun o'zbek tilini bilsa zo'r bo'ladi, lekin mana asosiy qayg'urtiradigan narsa ingliz tili bo'ladimi, ona tili bo'ladimi, odam bo'lsin. Odam bo'lsin. Ya, misol uchun Allohni qaysi tilda taniydi? Ingliz tilidanmi, o'zbek tilidanmi? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning siralarini qaysi tilda o'qiydi? Ingliz tilidanmi, o'zbek tilidanmi? O'shanga ham anaqa men uchun shunisi muhim, lekin bitta fakt bor, ya'ni bitta fakt. O'sha hozir o'zbek tilini o'rganmasligi mumkin. 5 yoshda, 10 yoshda, 15 yoshda, o'zi 20 dan o'tgandan keyin o'zbek tilini o'rganishga astoydil harakat qiladi. Buni qayerdan bilamiz? Buni tadqiqotlardan bilamiz. O'sha birinchi avlod nima deydi, xitoyliklar bu yerda tug'ilgan, birinchi avlod polyaklar, birinchi avlod, lekin polyaklar juda ham zo'r qiladi. Chunki polyaklarning o'zini bilingual, ikkita tilli maktablari bor-da. O'shanga men misol uchun agar farzandingiz o'zbek tilini bilmasa, urushmagan bo'lardim-da. Ya'ni birinchi odam qilib tarbiyalab olaylik, o'zi sekin keladi o'zbek tili, xudo xolisa. O'zi sekin keladi. Bitta anaqa bitta zo'r tomoni, bizani bolalar odatda receptive knowledge deydi, ya'ni eshitganda baribir tushunadi ko'p narsani. Ya'ni unaqa o'zbek tilini bilmaydi, nol emas. Da, shu endi gapirsa gap ko'p endi. Shunaqa. Kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizlar ham. Impromptu bo'lib qoldi lekin. Yo'q, juda ham zo'r bo'ldi. Yo'q, juda ham zo'r bo'ldi aka. Hammasi samimiy. Rahmat. Alloh panoh qilib qo'ysin. Rahmat kattakon, rahmat. Xo'p, keling, xo'p. Endi biz davom etamiz. Ayollarimizdan ham hozir intervyu olamiz. Bir ikkita suhbatlarni olamiz. Qachon kelganlar? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'sha bu mikrofon sizga bu. Xo'p, ismingiz nima? Ismim Robiya. Robiya, mashalloh. Qayerdansiz? Men O'zbek, Afg'onistonda O'zbekman. Ona otam O'zbekistondanlar. O'zbekistonda. O'zbekistonga ham borib keldim. Necha yil bo'ldi Amerikaga kelganingizga? Men kelganimga 82ga keldim. 82-yil. 82-yil kelganmisiz? Shunday. Mashalloh. Qanday student bo'lib kelganmisiz? Yo'q, student bo'lib kelganmisiz? Nima bu? Student. Yo'q. Shunda bizlar emigrant bo'lib keldik. Emigrant bo'lib kelgansiz. Xo'p. Hamma farzandlari ham shu yerda. Shu yerda hammalari. Shu tug'ilganlari bormi farzandlari? Men Sherga uylandim. 3 ta qizim ham Sherga dunyoga kelgan. Mashalloh. Ular ingliz tilida gaplashadimi yo afg'on tilida? Ham inglizcha, ham o'zbekcha, ham arabcha. Mashalloh. Xo'p, shu kimga tavsiya berasiz? Masalan, juda ko'p bizlar vatandoshlarimiz Amerikani orzu qilishadi. Shularga qanaqa maslahat bera olasiz? Tushmadim. Bizning vatandoshlarimiz, o'zbeklarimiz Amerikani orzu qilishadi. Dream. American dream. O'zbekistonda turib. Shularga qanaqa maslahat bera olasiz? Maslahat bergan kelsalar, avvalimdan ilmni qo'lga olsinlar. Ingliz tilini o'rganish kerak. Ingliz tilini o'rganib, ilmni qattiq tutishlari kerak. Sonra farhangni ham oldilariga, cultureni ham oldilariga tutsinlar. Cultureni ham oldilariga yaxshi tutsinlar. Shuni sana men tavsiya qilaman. Xo'p. Farzand tarbiyasi qiyin bo'lmadimi sizga Amerikada? Farzand tarbiyasi ona ota juda ham ko'shish qilsin, qo'yam qattiq tutsin. Uydan
uy avval maktab bo'ladi, tashqarisi ikkinchi maktab bo'ladi. Uydan o'rgatishi ko'p lozim. Ona ota ko'p vaqtini avlodlarim bilan bir joy nima qilsin. Xo'p, rahmat. Vaqtingizni olganingiz uchun xo'rozni berasiz. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz qayerdansiz? Men O'zbekistondan bo'laman. Maşallah. Necha yil Amerikadan? Amerikaga 25 yil bo'ldi kelganimga. Qanaqa green karta bilanmi yo studentmi? Yo'q, meni akam yashaydilar, meni chaqirib oldilar. O'sha immigrationni zariyasi bilan men Amerikaga keldim. Bola chaqam bilan. Ha, bu yerda bo'lmasam sizni farzandingiz Amerikada tug'ilmagan. Meni farzandlarim yo'q, Amerikaga tug'ilganlari yo'q. Xo'p. Nima ish qilasiz? Men o'zim bo'lsa hozir pensioner, lekin men ko'p medical doktor bo'lib Ha, shifokorsiz. o'qiganman, lekin men nimasaga больницаlarga ishlaganman, administratsiyaga ko'proq social worker bo'lib ishlaganman. Nimalarga uchun, muhojirlar uchun. 25 yil ichida o'zbek tilingiz ancha so'yibdi-ya, ko'proq inglizcha gapirib. Ana shunday uzoqcha men yashagan joyim Kaliforniya, o'rya vatandoshlar kamroq edilar. Ana shunday bo'lib. Xo'p, shu 25 yil ichida siz ko'proq shu Amerikadagi ovqatlarni yoqtirib qoldingizmi yo shu o'zbek ovqatlarimiz bari boshqachami? Yo, o'zbek ovqatlarni yaxshi ko'raman. Sog'inasiz menimcha. Sog'inaman. Bo'lmasam o'zingiz ovqat tayyorlamaysiz. Yo'q. Xo'p. Yaxshi. Rahmat kattakon. Rahmat, Rozi bo'lsin sizdan. Ishlarga rivoj. Rahmat. Jahongir o'rtog'imizni ko'rdik. Assalomu alaykum. Bratim, yaxshimisiz? Charchamasizmi? O'zi yaxshimi? Qani buni shuni qani? Xo'jing. Qalaysiz? Charchamasizmi? O'zi yaxshimi? Bu kishi bilan biznes haqida muloqot qilgandik. Hozir endi hayot. Amerikada hayot qanday? Zo'r, yaxshi. Zo'r. Menga bering. Buni yaqinroq ushlash kerak, uzun ushlasam yaxshiroq. Xo'p. Farzand nechta? 2ta. Farzand 2ta. Xo'p. Farzand tarbiyasi qiyin emasmi? Qiyin. Qiyin-a? Vaqt ajratish kerak, определенный qasddan ishlab turish kerak, shu farzand tarbiyasini shug'ullantirish uchun. Bo'lmasam ayollarni o'zi uncha yaxshi tarbiya bera olmaydilar. Endi bundan qaraganda baribir erkakning ham tarbiyasi muhimroq. Da, birinchi o'rinda o'zi ayol tarbiyasi muhim. Ayol aqlli bo'lsa kerak, farzandlar tarbiyasi. Chunki ko'proq vaqtni ayol ajratib oladi faqat. Erkak kishilar aslida ko'chada ishlaganligimiz uchun qanchalik ko'p vaqt ajratishni istamasak ham baribir vaqt dastlashni ajratishimiz qiyin bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, Amerikaga kelganingiz necha yil bo'ldi? 2,5 yil bo'ldi. 2,5 yil. 2,5 yilda shuncha muvaffaqiyat, shuncha bizneslaringiz bor, o'sha uyingiz borasiz, house bor-a? O'sha naqdga olgansiz. Mashalloh. Gapirish mumkin emas. Men ham shunaqa niyat qilib yuramanki, Xudo xolasa, uy olsam naqdga olaman deb gapirish mumkin emas. Birodarim, kattakon rahmat. O'zingizga shukur. Inshaalloh. Rahmat. Amerikaga kelganingiz necha yil bo'ldi? 2 yil 4 oy bo'ldi. 2 yil? 2 yil 4 oy. Sizni farzandingiz chaqirdilar-da. Hay, mashalloh. Qanday bo'lmasam, ayollar yo'qyaptimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshimi? Endi baribir u yerda menimcha qo'shnilar, gaplar ko'p edi. Hammasi yaxshi. O'zbeklarimiz ham yaxshi. Sizga o'xshagan o'g'illarim, qizlarim, kelinlarim, nevaralarim. Mashalloh. Nechta bo'ldi farzandlaringiz? Kelinlaringiz nechta Amerikada? Bitta. Bitta. Qizim. Qiz. Farzandingiz nechta sizni? O'zbekistondan O'zi в общем farzandingiz nechta? 5 ta. 5 ta, mashalloh. Bir qizim. Mashalloh. Faqat bitta farzand Amerikada. Sizga ham o'sha green karta qilib berdilarmi yo viza bilan borib kelasiz? Viza bilan keldim. Green karta qilib berdi. Endi men shu yerda yashayapman. O'zi shu vaqtgacha ishladim, shu vaqtgacha maktabda o'qituvchi. Uzri necha yoshdasiz? Hozir 70 ga kirdim. 70 ga, mashalloh.
Bo'lmasa pensiyaga berilib endi dam olib yuribsiz. Bolalarimning bari uyli joyli, nevaralarim bor. Nevaralarimni uzatganman, o'qitganman. Yana ikkitasi o'qiyapti, yaxshi. Masalan, mana kim Amerikaga kelganlarga nima maslahat bera olasiz? Hammasiga oq yo'l deyman, hammasiga. O'qiylar. Amerikaga kelishsinmi? Qiyin emasmi? Kelsin mayli, bolalar, yoshlar shu yerlarda yashasin, ki hammaga kelish nasib eylasin. Mashallah. Havasi toza, yaxshi, ozoda joylar. Faqat Chikagoda edingiz, boshqa shtatlardan bor edingizmi? Ketganmidingiz? Boshqa shtatlarga, boshqa shtatga. Olganim yo'q Ha, shu faqat yerda. Chicago, Shu ya? yerda o'zi yaxshi-ku. Bo'lmasam, Havolari qishi juda ham yaxshi. sovuq emasmi Chikagoni? Yaxshi bo'ladi, yaxshi. Qo'shnilarimiz ham yaxshi, ingliz. Ha, ingliz. Yaxshi. O'zbek qo'shnilar yo'qmi? Uzoqroqda endi. Uzoqroq. Qo'shnimiz ingliz qizlarim bor. Bu yerda Qo'shnilarim. aytadilarki, Yaxshi. что O'zbekistondek buncha Amerikada mehr oqibat yo'q, hamma ish bilan yuradi. Yo'q, shunaqangi inglizlar ham yaxshi insonlar ekan, o'zimizga o'xshagan. Qirg'izlar. Ha, o'zbeklarmi? Inglizlar ham. Ha, inglizlar, ha. Muomala qilsangiz, Yo'q, men o'zbeklarni aytayapmanki, o'zbeklar ham ajoyib. ajoyib va Yaxshi. mehr oqibat yaxshi. Hammaga shunaqa kelish nasib eylasin. Yosh o'g'illarimga ham, qizlarim, kelinlarimga ham. Güzel. Hop, Menga o'xshagan ota-onalarini chaqirsin. inshaalloh. Menga Inshaalloh o'xshab aytganingiz borib kelsin. kelib tursin. Bizlar ham ota-onamiz chaqirish nasib qilsin. Qariganimda chiqib pensiyaga chiqib shu yerlarga kelganman. 60 yoshgacha ishlaganman, Xudoga shukr. Nima bo'lib ishlagansiz? Nima bo'lib ishlagansiz? Boshlang'ich sinflarga dars berganman. Mashalloh, ma'lumatsiz. Mashalloh, zo'r. Hop, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Kattakon rahmat. O'xshagan shogirdlarim bor. Rahmat. O'zbekistonda ham yaxshi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga omad tilayman. Rahmat. O'g'illarim hamisha hayotda baxtli, saodatli bo'lingizlar, rizqli, nasibali bo'lingizlar, hamisha izzatli, hurmatli bo'lingizlar. Martabalaringiz ulug' bo'lsin. Xudovanda ota-onalaringiz sizlardek farzandlarni o'stirgani uchun u kishilarga ham rahmat, ota-onalaringizga, oilalaringizga, farzandlaringizga, ahli ayolingizga mehrli, mehribon, mehr muhabbatli, insofli, diyonatli, mehr oqibatli farzandingizga. Amin. Hammangizga baxt sog'lik Rahmat. tilayman. Kelasi yil Qurbon hayitlarida uchrashguncha Amin. nasib eylasin. Amin. Allohu akbar. Ya rahmat kattakon. Rahmat. Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yoshlar jim turadi deng. Blogerlar shu yerda-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ayollar bilan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kimlar suhbat qilamiz? Keling, qani xo'jayin. Siz sveji kelgansiz, O'zbekistondan kelganlar bu kishi xo'jayin. Amerikada shu. Amerikaga kelgansiz necha yil bo'ldi? 2 yil bo'ldi xolos. 2 yil bo'ldi, ya. O'zbekistonga borib keldingiz. Necha oy yurdingiz O'zbekistonga? 40 kun. Bir oydan sal ko'p. 40 kun, ha? Qanday? O'zbekiston yaxshimi, Amerika yaxshimi? O'zbekiston yaxshilar. Pul bo'lsa. Pul bo'lsa, Amerikadagi pul O'zbekistonda bo'lsa, O'zbekistonda yashash. Zo'r, mashalloh. Qanday o'zgarishlar? Masalan, O'zbekistondan keldingiz Amerika. Masalan, juda ko'p kishi Amerikaga kelishni xohlaydi. Amerikani orzu qiladi. Haqiqatan nima deb o'ylaysiz? Hozirgi Amerika orzu qilishga u qanday deyiladi buni? Orzu qilish arziydimi? Arziydi. Amerika doim kelishga arziydi, lekin qaysi yo'li bilan kelishga bog'liq. Ha, Chegarani buzib kelishga arzimaydi. arzimaydi. Lekin nima viza turi bo'lishidan qat'iy nazar, viza bilan Yo, green karta bilan. yo green karta bilan kelishga aniq arziydi. Ikkita narsa bor. Ingliz tilini zo'r bilib, любой hunar, elektrik bo'ladimi, santexnik bo'ladimi, eng zo'r qorovul bo'ladimi, farqi yo'q. Bitta hunar bilan til bo'lsa, xudo xolisa oshiq olchi bo'ladi. Zo'r. Masalan, esimda, 15 yil oldin aytardilarki, Amerikadan unaqa 5 ming, 10 ming topsak, bemalol O'zbekistondan kvartira sotib olsak bo'ladi. Hozir juda ko'p uylar qimmat bo'lib ketgan O'zbekistonda. Hozir lekin bu yerda Amerikada oyliklar o'sha 4 ming, 5 ming. Rasmot juda ham katta. Shunaqa? Shunaqa 5 ming bilan olib bo'lmaydi, lekin 10 ming undan yuqori bo'lsa, unda ham qanaqa? Hozir Oyiga shunaqa maoshi bo'lsa, agar 10 ming yoki undan yuqori bo'lsa, hozir variant ko'payib ketgan. O'sha narx qimmat bo'lgani bilan, o'sha men borib o'zim ham qiziqib kelganimda
uy ko'p bo'lgani bilan, narx qimmat bo'lgani bilan u ham ko'p, takliflar ham yaxshi shunga yarasha. O'sha foizsiz, ya'ni Nasiyaga olsa bo'ladi. muddatli to'lovga, misol uchun 1 yil, 2 yil, 3 yilga deylik, agar Amerikani to'loviga hisoblasangiz, taxminan oyiga $1000 dan tushadigan bo'ladi, lekin Amerikada расходingiz qancha? har oylik обязательствоmi? Hammasini qo'shganda 15 mingdan oshib qolsa kerak. Bitta o'zingizga. Ha. Buning uchun nima bor buncha paymentlar? Sizni menimcha boshqa narsalaringiz bor, ko'proq masalan Daily track misol uchun. traklaringiz bor, ha? Ularda paymentlari bor. Ha. Track bor, asosiysi. Trackni bo'lmasam olib tashlaydik. olib tashlasak 5000 atrofi chiqadi. 5000 bor, ha? 5000. Mashalloh. Xo'p, kattakon rahmat, bratim. Ishlagan omad. O'ziga. Mashhur Chikagodagi, Amerikadagi mashhur insonlar hozir suhbat olamiz. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Charchab yuribsizmi? Qalaysiz? Qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Alhamdulillah. Assalomu alaykum hammaga. G'alaba muborak. Rahmat. O'zbekiston endi futbol Amerikada inshaalloh. Xudo xolasa, bilasizmi? Shu kungacha через Meksika borderdan o'zbeklarimiz kelgandi-ku. Endi mana bu futbol bahona qilib Toshkentga pasostvaga o'zbeklar bosinglar, короче. Dubayga kimda kim o'zbek futboliga borgan bo'lsa, hammasi o'sha Dubayga borganini biletlarini ko'rsatib Toshkentga pasostvaga kiringlar. Ana. 50 yillik viza olishlaring. Ana. Da? Ana. Futbolni muxlisiman, To'ppa-to'g'ri. fanatiman deb. O'zbekistondan to'lib ketsa bizning xalqimiz Amerikaga, abratki u samolyot endi keladi. Da, xuddi shunday. Qurbon hayit bilan hammani tabriklayman. Ijodlaringizga omad. Rahmat. Bizlar qachon Iroda Chikagoni o'yinlarini ko'rsatamiz. Xudo xolasa. O'sha mashhur podvalni qachon ko'rsatamiz? Podvalda. Yana bir tushib nimadirlar qilay desam, yo xudo xolasa. Shohruh chaqiraman. Da. Chiqishdan ko'p negativ bo'ldi. Qanaqa javob bormi ularga? Bilasizmi, men uchun shaxsan o'zimni bu personal fikrim, insonlarning negativi ham bu sevgi. Negativ gap aytsa ham, negativ gap yozsa ham bu ularning sevgisi deb qabul qilaman. Chunki ba'zi bir insonlar bor, yoshligidan shunaqa tarbiya olgan, oilasida faqat otasini, onangni palon qiladigan gapini eshitgan, ko'chada bir so'kish eshitgan, ularning sevgi tili negativ. Sizga kimdir vaqt ajratib, Shohruh sen cho'ta g'alatisan dedimi? U sizga o'zini vaqtini, energiyasini berdi. Bu degani u o'zini ajratdi-da, sevgi-da. Ba'zi insonlarning sevgi tili negativ. Ularni judge qilib bo'lmaydi. Xullas, men hamma negativlarimni yaxshi ko'raman. Har bitta yozgan negativ gapi, negativ kommentidan men energiya olaman. Tak что basinglar, negativlar. Biroq qanaqa aqlli gap bitta. Qizdan aqlli gapi ko'p chiqadi. Aqlli gaplarmi? Qachon inson yashashni boshlaydi? Qachonki atrof muhiti fikridan uzilganda. Agar atrof muhit mana bu odamlar nima deydi, ota-onam nima derkan, yoqadimikan degan fikr bilan yashayapsizmi? Demak, siz yashamayapsiz. Qachonki atrof muhiti fikridan, ularning nima deyishidan uzilgan kuningiz, siz prям yashashni boshlaysiz. O'shanda atrof muhit ham sizni boringizcha qabul qiladi. Qilganlarida. Meni hozir bugungi kundagi eng katta nima o'zimga o'zim bergan motivatsiyam shu odamlarning fikridan uzilib, negatividan ham, sevgisidan ham, ya'ni hech kimdan odamlar nima deydi yurish kerak emas. Yo'q, odamlardan sevgi ham kutmayman. Mana bir xillar bor, negatividan uzilaman deydi-da, sevgi kutadi. Men naborot, sevgi ham kutmayman-da, bilasizmi? Yaqin dugonam menga sevgi berishini, bironta bir do'stim mendan xolahol so'rashini ham kutmayman-da. Siz berishingiz mumkin, lekin kutmaysiz. Kutmayman. Mashalloh. Kutishni yo'qotganman. Sevgi ham, negativ ham kutmay qo'yganman. Nimaga bunaqa qaror qilgansiz? Nima bo'ldigi hayotingizga bunaqa qaror qilgansiz? Chunki anaqa kutib ko'p umrimni yo'qotdim. 11 yil umrimni kutish bilan yo'qotdim. 11 yilim ketdi, men kutdim, kelmadi. O'shanga kutishni to'xtatdim. Shunaqa. Hammasi yaxshi bo'ldi, opajon. Kommentariyaga yozing, izohda yozinglar. Uyimga borsinmi Shohruh? Da. Qachon borib shu bu kishini o'ylarini bu kishi juda ham dang'illama dvorets. Bu kishi boy opa bu kishi. Inshaalloh borib shu podvaldagi chiqishda aytgan gaplarini, joylarini ko'rsatamiz inshaalloh. Yana o'sha yerda bilib olamiz bu kishi nima ish qiladilar. Qayerdan bunaqa ko'p pullar? Qayerdan bunaqa? Rahmat opajon, kattakon rahmat, boringizga shukur. Rahmat.
Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? O'zi yaxshi. Endi qurbon muborak bo'lsin. Sizga muborak Qalaysiz? bo'lsin. Rahmat, Charchamay yuribsizmi? salomat bo'ling. Bir ikkita suhbatingizni olaylik. Ha, qayerda suhbatsiz nima o'zi qiladi? Mana bu yerda o'zi ketyapti. Mana siz Ha. yo'q. Buni ishlamaydi. Yo'q. Emas. Bu boshqa bu. U emas. U boshqa. Endi ekan to'xtang. Nimaga? Ha, bo'lmadimi menga? Ha, yo'q bu boshqa narsa bu. Sizni men Olim aka bilan nima qilayin, siz ham bordingizmi? U yerdami? Yo'q. Ha, Olim aka bilan bor edim. Yo'q, men Yo'q, bu boshqa bu. Yo'q, tashakkur. Bu boshqa bu. Yo'q, rahmat. Bu u emas. Yo'q. Nima kim sizni xafa qildi? Yo'q, men intervyu qilmoqchi emasman deya. Nimaga assalomu alaykum? Yaxshimisiz? Qandaysiz? Sog'lik, yaxshimi, tindingizmi? Dodamiz nima xafalar bizada? Bilmayman. Gapirdilar, men hayronman nimaga bunaqa deyapti. Men bilmadim lekin. Bu kishi dodamiz nechinchi yil kelganlar? 70-yil kelganlar. 70-yil Ha, kelganlar. 70-yil bo'lsa necha yil bo'ladi? Nima ish qilganlar bu kishi kelganlar? Bu kishi o'qishga kelganlar, sherga qolib ketganlar. Keyin ishlaganlar, injener bo'lib ishlaganlar. Siz qandaysiz? Yaxshi. Bu chiqishdagi video juda ham Ko'payib ketdi. ko'payib ketdi. Men Ha. eshitdim siz o'rtoqlaringizni uchratibsiz. Ha, 41 yildan keyin men topishdi. Shu chiqish videosidan Shu chiqishdan keyin topishdi. topishdi sizni. Ha. 41 yildan beri uchrashmagansiz ular bilan. Yo'q, o'qishni bitirib, institutni bitirib ketganmiz. Undan keyin ular farg'onalik birodarlarimiz ko'rib qolishgan. Chiqishdan intervyuni qidirishtirgan. Bu kishi qayerga ketdi? Keyin tanishlar topib meni telefon qilishdi keyin. Keyin chiqish yaxshi chiqish qildinglar. Juda ko'p kishi, birinchidan g'alaba muborak. O'zbekiston futbol jamoasi rahmat, men ham xursand bo'ldim. Xudo xolasa. Xursand bo'lsa bo'ldim. jahon chempionatiga chiqadi, xudo xolasa. Endi shu Amerikada bo'ladi. Amerikada. Endi shu bahona o'zbeklar ham Amerikaga kelishadi endi vizani olib. Xudo xolasa. Umid qilamiz. Bu juda katta gap bu. Ikkinchi o'rin bo'ldi o'zini podgruppasidan 18 ochko bilan. Shunaqa. Juda ko'p kishi Amerikani orzu qiladi. Haligacha Amerika shu orzuga arziydimi? Endi orzu, masalan, Amerika orzusi deganda har kim har xil tushunadi-da. Masalan, Amerikalar o'zi ham American Dream deydi. O'zini orzusi bor. Endi birov pul uchun keladi, birov yaxshi bolalarini yaxshi o'qitish uchun keladi. Har kimning o'zini orzusi bor-da. Endi meni orzum nima deganda, meni orzum shuki, mana shu Amerikaga kelgan millatdoshlarimizdan bir talantli insonlar, yaxshi o'qigan insonlar bo'lib yetishsa, men shundan faxrlanib yuraman. Mana shu meni orzum. Bizdan bir paytlar chiqqan Beruniylar, Ibn Sinolar, Xorazmiylar shu Amerikadagi o'zbeklardan ham chiqsa degan orzum bor. Maşallah. Kelinglar jumaga. Hayyara salom. Biron qanaqa murojaatingiz bormi hozirgi o'zbeklarimiz Amerikadagi biron qanaqa o'zi ko'p eshitamiz, baribir o'zbeklarimiz ba'zilari ko'proq xato qilyaptilar. Endi meni tavsiyalarim yoki orzum yoki maslahatlarim bolalarni tarbiyasiga ko'proq e'tibor beraylik. O'zini tilini, dinini, nima an'analarini yo'qotmasin. Keyin o'zimizni ham zararli urf-odatlarni to'xtataylik. Masalan, to'ylarni katta qilish, har xil marosimlar bor, o'zini ko'rsatish uchun yoki qimmat-qimmat mashinalar minib olish, bular maqtanish emas. Biz asosan investitsiyani biz bolalarimizga qilaylik. Meni maslahatlarim shu. Shunga e'tibor qilinglar. Keyin ko'proq oila bilan, bolalar bilan bo'lishlarini maslahat bergan bo'lardim. Shu trakka chiqmasalar-yu, shu biznes qilsinlar hamma. Mayli trakka ham chiqsinlar, lekin ko'proq uyga kelib tursinlar yoki lokal nimalar bor, lokal nimalar. Ya dam olib ishlasinlar. Mayli trakda ham kimdir qilish kerak, lekin haligi aytadi-ku, otasi o'lgan ham dam olib yig'laydi deydi. Gapi shunday emas. Katta rahmat, Olim aka. Sog' bo'ling. Bu kishi bilan intervyuimizni ko'ringlar. Chiqishda qo'yganimiz juda ham zo'r bo'lgan, hammaga tavsiya qilamiz. Rahmat kelganlar uchun. Rahmat. Yaxshi o'tyapti bayramimiz. Barcha millatdoshlarimizga Eid Qurbon bayrami bilan muborakbod etamiz.
kim ko'rayotgan bo'lsa, O'zbekistondagilarni, qarindoshlarimizni, do'stlarimizni muborakbod etamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Hozir jamoa yig'ilishmoqda. Jumani o'qiymiz. Alhamdulillah. Qaranglar. Bu hali o'zbeklarning hammasi emas Chikagoda. Juda ham kam-kami kelganlar. Chikagoda ham o'zbeklarimiz juda ham ko'paydi. Odam ko'rib xursand bo'lib ketadi. Buni qaranglar. Surbollar. Yo'q, juda maza qildik. Mana bloger sheriklarim kuchayib ketyapti. Bu boshini qaranglar. Buni qaranglar. Yefratov. Nima gap bu, bratim? Siz assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz mendan intervyu olgandingiz BMW bilan. Siz mendan ham o'tib ketdingiz-ku, eplab bo'lmayapti, Yefratovlar. Nima gap? Yaxshi kompaniyaga ishga kirdik. Ana. Shunaqa ishonch bildirishdi bizga. Ana. Shunaqa kompaniyaga ishga kirib, shunaqa mashina olib berishdimi sizga? Ha, endi yaxshi foyda olib kelsangiz, yaxshi inson bo'lsangiz, bir ozmuncha obunachiga ega bo'lsangiz. Shuning uchun endi hamma Amerika aytadi-da. Ha, hozir ancha odam havas orqasidan hasadam ketib qolyapti. Shuning uchun o'zi ko'rsatishga siz kelayotganingizni ko'rib yopib ketib qolmoqchi edim, lekin bori. Shu bilan mayli o'zim akamni ne to'xtadim. Bunisini qaranglar. Bunisi sheriklari bunaqa Porsche bilan. Bu nima gap bu? Nima gap? Assalomu alaykum Oybek aka, yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? Menimcha bu traklarni ketma-ket har kun sotyapsizlar, menimcha 5ta 10ta. Bitta trak sotdim, men buni oldim aka, yangisini. Ana, bu qanaqa kompaniya ekan? Biz ham kirib olaylik. Mashallah, gap bo'lishi mumkin emas. Traklar kerak bo'lsa aloqa qilinglar. Gap yo'q, ichini olinglar, ichini qaranglar bu. Buni gap bo'lishi. Mexanika. Ana. Ketyapsizmi?